Uzul PHP dersiga 4-chi qism PHP'dagi o'zgarguvchi miqdor. Birinchi asosiy mazmun PHP'dagi o'zgarguvchi miqdor haqida qisqacha tunish o'tayli. O'zgarguvchi miqdor asosli qiymat saqlash ishlatildi. Saqlangan qiymat raqam, harf tizmasi va tekst qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Ma'lum o'zgarguvchi miqdorda aniqlik bergandan keyin programmada takror ishlatalaymiz. PHP'dagi barliq o'zgarguvchi miqdorlarning oldiga dollar belgisi qo'yildi. Ya'ni shift bilan knopka taqsidagi 4 ni birlikda bassaq dollar belgisi chiqadi. Yangi o'rganuvchilar dollar belgisini asalda unutib qoldi. Buni unutib qolsa xatolik kelib chiqadi. Shuni unutib qolmasligimizni tavsiya qilamiz. Ikkinchi, PHP bir xil techilangu erkin tipli program tili hisoblandi. Ya'ni inglizcha loosely typed language deb ataladi. Programma sonliq uchur tipi, erkin tip va majburiy aniqlik berish tipi deb ikki xil bo'ldi. Odatda ba'zi programma tillarida cho'qim aniqlik berishni shart qildi. PHP'da bo'lsa o'zgargich miqdorni belgilashdan burun aniqlik berish hojatsiz. O'zgargich miqdorning qiymat elish avvalga asosan PHP avtomatik sonliq uchur tipiga aylantirdi. Masalan, C tili, VB tili qatorliqlarda bunda aniqlik berishni program tuzuvchilar aytdi, shu pishiq o'rganmasi bo'lmaydi. Biz bu PHP tilda bu xil aniqlik berish bilimlarini o'rganishimiz hojatsiz. Bir amaliy misol ko'rib boqaylik. Masalan, mavu PHP tildagi o'zgargich miqdorga qiymat berish, ya'ni dollar belgisi keldi. O'zgargich miqdor ismi, uning qiymati. Tuvanda masalan txt degan o'zgargich miqdorga hello world degan qiymatni berdik. Number 16 deganga 16 degan qiymatni berdik. Uzdul.tor deganga uzdul.com degan qiymatni berdik. Chesla deganga bugungi cheslaning vaqtini buningga aniqlik qilib berdik. Biz buni keyinda program tilida bevosita oldi qismidagi o'zgargich miqdor ism bilan yo'tkab ishlatish orqali oxirgi mazmunni buni ko'rsatyapmiz. Oxirida o'zgargich miqdorga ism qo'yish qoidasi haqida to'xtalib o'taylik. O'zgargich miqdor nomi cho'qim latincha harf yoki osti tuz siziq bilan boshlanadi. Ma'noga o'xshash latincha harf bilan boshlanadi yoki buning oldiga osti tuz siziq qo'yish ma'qul shaklda yazsaq bo'ladi. Oldiga bunda raqam qo'yib ma'qul holatda yazsaq bu xato bo'ladi. Birinchi harfi cho'qim buniki osti tuz siziq yoki latincha harf bilan boshlanadi. O'zgargich miqdor nomi latincha harf, raqam va osti tuz siziqdan tarkib topadi. Buning mavu keyindagi qismiga yoki o'ttirdagi qismiga ma'qul holatda raqam bersak bo'ladi yoki o'ttir qismiga bunda osti tuz siziq ma'qul shaklda bersak bo'laveradi. Uchinchisi, mana o'xshash uzdul.tor degan ikki xat kelib qolgan vaqtda o'zgargich miqdor ism berganda ma'qul holatga o'xshash birinchi harfni cho'ng yozish orqali yoki osti tuz siziqda ayirish orqali ayirsak texmo aniq ochiq bo'ladi.